Assalomu alaykum Nur Media obunachilari va Nur Cafe dastlabki usul xizmatining mijozlari. Bugun Joynaretning topasi o'tyapti mana. O'yinimizda mikrovalnovka pech. O'yin haqqini nimaga? Necha marta o'ynadingiz? Biletni necha marta to'ldirdingiz? Biletni 3 martaba to'ldirdim. 3 marta to'ldirib mana chiqdi. Ag'a ishlaringizga omad. Sizni tabriklaymiz sovrinlaringiz bilan. Al. Rahmat. O'ynab yutasizlar. Mana bugun o'yinimizda 1-iyul 17:00 dan boshlagan o'yinimizda shunday cho'pir egasini, topshiramiz egasini tabriklaymiz. Yaxshi kunlaringizni eslatdim. Bu o'yin haqqani nima ekan? Haqqani ekan. Siz bu suvlardan ko'p iste'mol qilib foydalanganingiz uchun kimdan oladingiz, qanday deyiladi aytgansiz, bizlarga batafsil aytib bersangiz. Assalomu alaykum. Bizlarga suv raqami yaxshi. Zakaz etmoqda devra ketibdi. Kazbek degan ekan bor. Kazbekni olasizmi? Kazbekni olasizmi? Askada shu oladi. Telefondan keladi dedi. Bundan ham raqami ekan, hammaga rahmat. Ichinglar yutunglar. Hammani taklif etadi. Rahmat. Sog' bo'ling, yaxshi kunlaringizni eslatdim. Assalomu alaykum Nur Media obunachilari va assalomu alaykum Nur Cafe dastlabki usul xizmatining mijozlari. Sizlar bugun Aydan aytamiz go'sht mashinada o'tyapti birinchi turning yakunida. Albatta tabriklaymiz. Yaxshi kuningizga ishlating. O'yin qalay? Nur Cafening dastlabki usul xizmati qalay? Mana shuning uchun bir tafsilot berib o'tib ketasiz shu yerda. O'yin yaxshi, haqqoniy, dastlabki usul xizmatlarini a'lo, ish hammasi zo'r. Ikkinchi tur o'ynaysizmi? O'ynayman. Ikkinchi turga start berdik. Yaxshi. Yaxshi kuningizga ishlating. Omad. Mana bugungi o'yinimizda sovrinning egasi keldi, o'tib o'tyaptilar. Podarkalarni topshirdi. Qanday ekan tafsilotlarni so'rasangiz? Haqqoniy ekan o'yini. Suvovidek shundan o'tib oldik mana. Haqqoniy ekan. Sovg'amizni olib ketyapmiz. Rahmatsiz. Rahmat. Sog' bo'ling. Sog' bo'ling. Akangizga bunday o'tibdilar sovg'alarni topshiryapmiz. Tabriklaymiz Ikrom aka. Endi siz mana xulosangizni deymiz aytsangiz o'zingizdan. O'yinlar rost ekan, haqiqatni ekan. Sizlar ko'proq ichinglar, o'tinglar. Xayrli televizorlar ham bor ekan, endi ko'proq ekan o'yinlarida, o'yinlarda, kunlarda ko'p ekan. Ko'p ekan, endigisini xudo xolasa, bundan ham ko'proq o'qishga harakat qiling. Tabriklaymiz. Binafsha opamizga sovg'alarni topshiryapmiz. Tabriklaymiz Binafsha opa. Shunday bundan ham kuchliroq sovg'alarga xudo xolasa qo'lga kiritasiz. Tabriklaymiz. Yaxshi kunlarga ishlating. Endi bir o'yin haqida xulosangizni aytsangiz.